terma jamoamiz O'zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionatida qatnashadi va mana hozir bu qo'l qo'yib memorandumdan sizlar bilan shunaqa bir hamkorlik qilishga kirishayotganimizda biz uchun albatta mag'rurlik va faxr baxsh qiladi. Rahmat Ro'shan aka, boring bo'lsin. İlk bora qatnashamiz va albatta bu juda shunaqa eng esda qoladigan tarixiy yilda Korzinka bilan birgalikda hamkorlik qilishimiz. Mana stadionda xalqqa yaratilayotgan sharoit, o'zingiz ko'ryapsiz, har bitta Korzinka shoxobchalari yonida odamlar to'la. Odamlarga mana shu stadionga kelib servis yaratish nuqtai nazaridan Korzinka juda katta yordam beryapti. Futbol madaniyatini bir rivojlanishi desak bo'ladi. Shuning uchun sizlarga katta rahmat bu hamkorlik uchun. O'ylaymanki, ikki tomonlama juda ham foydali, mazmunli va unumli hamkorlik bo'ladi va biz birgalikda O'zbekistonda sportni, futbolni rivojlantiramiz.